Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Cristiano Messi Tles Uzbek kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi video roligimizda biz mana bu yerdan bitta qizil agent olib qochamiz va bu yerdan skautlar ochib yaxshiroq futbolchi izlab chiqaramiz va betdagi hamma sovg'alarni olamiz. Qani bo'lsam videoni ko'rishdan oldin albatta like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bo'lsam videoni boshladik. Mana bu meni sostavim. Juda normalniy ammo. Mana hamma futbolchilar bor, kerakli. Mana ko'rib turganlaringdek. Xo'sh, bo'lmasam videoni asosiy qismiga o'tsak. Bizga bitta asosan Husanov kerak bizga. Husanov tushishini xohlayapman. Menimcha hamma o'zbeklar ham Husanov tushishini xohlasa kerak. Shunday qilib birinchi prizlarni olamiz, bonuslarni. Dream points 250 tanga qo'shimchasiga. Xo'sh, bu yerdan ham prizlarni olamiz. Mana bitta bonus scout. Xo'sh, dream points. Mana agent. Xo'sh, ana agentni ham olib oldik. Xo'sh. Birinchi bo'lib skautlar ochishni boshlasak, bu mana bizga 63 futbolchi berdi. Bu yaxshi ketyapti hozircha. Ochlarim. Bizda 5,5 mingga yaqin tangalar bor. Bu yerda ham hamma futbolchilar. Bu mana 120 ga yaxshi ketyapti hozircha. Rosas degan futbolchimiz. Xo'sh, bu yerda Abdullah degan futbolchini endi ko'rishimiz. Shunaqa futbolchilar ham chiqib turadi. 66 ta. Oddiy qidiruvlarni amalga oshiraveramiz. Men bu kuchaytirishlarda bittalik futbolchiga bittala futbolchi kuchaytirmoqchiman. Kommentariyga yozib ketinglar qaysi futbolchini kuchaytirishni. Bizga Sandro Tonali. Havorang kana. Mayli. Arzonroq tangaga. Sandro Tonali. Albatta buni ham sotib olamiz. Oho. Bo'yi 99, yelkalari 89. Qoyil. Varadi ekan. Bek. Xo'sh,
kukulelarni ham olib sotib yuboramiz. Mark kukuler. Thomas Party. Enes Ünal. Brüssels'da. Yaxshi. Bitta qidiruv amalga oshiramiz. Chiqsa, botilchi chiqdi, bo'lmasam tugatamiz qidiruvni. Yo'q, chiqmadi. Xo'sh, bu yerdagi futbolchilarni endi sotib olsak. Faqat fitnesga. Bizda himoyachilardan bormi? Endi nima qilay ekan, Husanov shunday. Yo, Husanovni full qilish videosini olaymikan, nima deysizlar? Ya shu holati yaxshimi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana tezda futbolchilar boramiz. Kukulelar janoblar. Danarma qo'y. Va so'nggi himoyachi bot albatta. O'sha himoyachilardan izlab ko'ramiz. Bu mana ikkita bo'ladi. Rosas bilan Tomali janoblar. Hujumchilardan izlab ko'ramiz. Mana Turat. Mana futbolchilarni ham sotib yubordik. Va bizda videomizning asosiy qismi agent ochamiz. Iltimos Husanov. Ana ketdik bo'lmasa. Yaxshi. Lekin Husanov sal qoratonliroq emas edi-ku. Boshqa futbolchiga o'xshayapti. Menimcha yarim himoyachi. Shot 84. Yo'q, Husanov emas. Menimcha Spetsiyasining aksiya Husanovniki 92 mi shunaqa edi. Bizga kim bu? Abdulhamidmi nahotki? Isidor. Isidor degan futbolchini berdim. Men asos tarkibga qo'yib turamiz. Bizda kim? Mana Husanov chiqqan jamoa agentlarni ochaveramiz. Shu bilan bugungi videomiz yakunlandi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Albatta
kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'ling.